Napoleoningiz ertasi kuni rezinkaga o'xshab qolyaptimi? Ishonchli, yaxshi, oson retsept qidiryapsizmi? U holda juda ham mazali, ko'mir chiqadigan ushbu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ring. Demak, birinchi bo'lib idishga 800 gram oliy navli unni elakdan o'tkazib olamiz. Elangan unga pishiriqlar uchun mo'ljallangan yaxshi 500 gram muzdek margarinni qirg'ichdan o'tkazib, ikkalasini urvoq holatiga keltirib olamiz. Sifatli turon unlari bilan pishiriqlarim doim kutganimdek o'xshab chiqadi. Alohida idishda 400 gram yog'li smetanaga 1 choy qoshiq tuz hamda 2 dona tuxumni aralashtirib, massani urvog'iga sekin qorishtiramiz. Xamirimizni ko'p qorib o'tirish shart emas, faqatgina bir joyga to'plab olsak bo'ldi. Kesish oson bo'lishi uchun xamirga mana shunaqa tekisroq forma berasizlar. Buni paketga o'rab, bir kechaga yoki kamida 2-3 soatga sovutgichda qoldiramiz. Tinib qotib olgan xamirni endi iloji boricha bir xil 6 bo'lakka bo'lib, bittadan unlab yoyib olamiz. Qolgan xamirlar xonada erib ketmasligi uchun sovutgichga olib qo'yishimiz kerak. Xamirimiz list razmeriga moslab yoyiladi. Meni listim razmeri 40 ga 30 cm. Yoyilgan xamirni listning orqa tarafiga joylashtirib, jo'vada qattiq bosmasdan yuqori bo'lishi uchun keraklicha yana yoyamiz. Chetlaridagi ortiqcha xamirlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek 2 cm bortiklar qoldirib, ortiqchasini kesib olib tashlaymiz. Shunda pishayotganida kirishishini hisobiga juda ham kichrayib ketmaydi. Xamirga vilka urib, ko'rlarimizni oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada 17, uzog'i 20 daqiqadan tillarangga kirgunicha pishirib olamiz. Bitta ko'rimiz pishib chiqqandan so'ng list soviguncha keyingisini yoyib tursak, ishimiz tezroq bitadi. Shu tariqa 6 ta ko'rish pishirib olinadi. Chetlaridan chiqqan xamirlarni birlashtirib, uni ham pishirib olamiz. Buni Napoleon ustiga sepish uchun maydalab ushoq holatiga keltirib olishimiz kerak. Endi krem tayyorlaymiz. Krem uchun mazali xona haroratidagi yumshoq 300 gram sariyog' kerak bo'ladi. Men doimgidek qalliq sariyog'dan foydalanaman. Yumshoq sariyog'i xona haroratidagi quyiltirilgan sutga qo'shib, venchik yordamida birlashtirib olamiz. Shu bilan Napoleon uchun eng mazali kremimiz tayyor. Endi tortni yig'ishga kirishsak bo'ladi. 6 ta ko'rjimizni krem surib, ustma-ust yig'ib olamiz. Eng asosiysi har bir qavatiga kremni bir xil taqsimlab surib chiqishimiz kerak. Ustki qavatiga ham krem surib, urvoq bilan bezatamiz. Shu bilan juda ham mazali Napoleonimiz tayyor. Odam yegan sari o'zini to'xtata olmaydigan ko'mir juda ham mazali Napoleon bo'lib chiqadi. Shuning uchun qizlarjonlar retseptni saqlanish qilib, albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoki sizlar uchun buni tayyorlab beradigan yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha xayr.